do'stu yorim tilgan, oqibatni olti harf bilgan, mo'minlikka davolik qilgan odamlarni tushunolmayman. Jigarlarini qilcha holi yo'q, tishlagani noni yo'q, kuchukuni go'shtga tabi yo'q, akalarni tushunolmayman. Masjid-u mozorlar qurdirgan, devorlarin ganch qildirgan, opasi cho'vdirda o'tirgan inilarni tushunolmayman. Eshigida qo'sh mashinalar, uyda tanish oshnalar, jiyanlar, axlat tashmalar, tog'alarni tushunolmayman. Qondoshning buyragin o'rab, tursa-yu herkesdan qarz so'rab, haj deb yurgan arab-marab akajonlarni tushunolmayman. Qarindoshga boqmagan odam, qolganlarga tutarmi motam, azada ham to'yin qilardim. Biyorlarni tushunolmayman.